Assalomu alaykum, hurmatli aziz sessiya ishtirokchilari. 2025-9 oyida yangi sho'rlar yaratish va aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'ruzani boshlasam. Tuman kamarni qisqartirish va moddiy ko'maklash bo'limi tomonidan fuqarolarning bandligini ta'minlash borasida 2025-9 oyida bir qator natijalarga erishildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-yil 17 yanvardagi 12 sonli qarorga asosan jami 22.500 nafar aholi doimiy mas'ul vaqtinchalik ishlarda bandligini ta'minlash belgilangan. Tasdiqlangan dasturga asosan joriy yilning 9 oyida 17.510 nafar fuqarolarni ta'minlash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 23 nafar aholi doimiy mas'ul vaqtinchalik ishlarda bandligini ta'minlandi yoki belgi ijrosi o'zlikni qo'yib bajarildi. Investitsiya hamda mahalliy sanoatni rivojlantirish yo'nalishida 877 nafar yoki 106 tijorat aktlar tomonidan aholining doimiy ish o'rnlariga ishga joylashish va tadbirkorlikka jalb qilish yo'nalishida 14.809 nafar yoki 123 qishloq xo'jaligida 3669 nafar yoki 125 qurilish sohasida 1664 nafar yoki 100% aholi 2025-yilning 9 oy davomida kambag'allik darajasini 9.2%dan 4.4%ga kamaytirishga erishildi. Bugungi kunga qadar ekspertlik qilgan 2.7 kambag'allar xizmatlar ko'rsatilib, kambag'allikdan chiqarildi. Jumladan 1586 nafar doimiy ish o'rinlariga joylashtirildi. 1620 nafar fuqarolarni tadbirkorlikka jalb etildi. 330 nafar imtiyozli ajratildi. 130 nafar fuqarolarni kasb bilan o'qitildi. 19 nafariga sudda ajratilib yordam ko'rsatildi. Shuningdek, qaror doirasida 176 nafar ishdan band bo'lmagan fuqarolar kasb xizmatlari O'zbekiston va xorijiy tillarda o'qitildi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sho'rlar va aholining ta'minlash borasida amalga oshirish bo'yicha ma'ruzani yuqoridagi savollarga bo'lsa javob berishga tayyorman. Marhamat, mavzuga savol. Menda taklif bor. Assalomu alaykum. Biz Ali Bahodirlar xabarlari bor, hozir tashkilotdan o'tirishibdi. Bizda mana ijtimoiy sohada nogironlarni ish bilan band qilib, ularni faol hayotga jalb qilish bo'yicha o'sha reja bo'lgan ijtimoiy xodimlar ko'payishi borda. Hozir biz tumanda haligi nogiron degan bizlarning bir jamiyatdan uzilib qolgan, ularga kerakli tushunmaslik kerak. Shu mani takliflar o'tirishibdi. Men taklifim mana shu nogiron